Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama al-Maqdisi 27. bölüm Yaxshi ko'rish, shaviq, unz ulfatchilik va rozimanlik haqida. Fasl duo qilishning rozi bo'lishga zid kelmaydiganligi to'g'risida. Duo qilish rozi bo'lishga zid kelmaydi. Shuningdek gunoh ma'siyatlarni yomon ko'rish, gunoh ma'siyat ahlini va sabablarini yomon ko'rish va uni yo'qotishga tirishchanlik qilish rozi bo'lishga zid kelmaydi. Dua qilishga kelsak, biz Alloh taolaga duo qilish bilan ibodat qilamiz. Alloh taolo o'zining ba'zi bandalarini ular yaxshi ishlarni qilishga aldiraydi, rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi degan so'z bilan maqtadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning uningdan boshqa payg'ambarlarning va solihlarning qilgan duolari mashhurdir. Gunoh ma'siyatlarni inkor qilish va uningga rozi bo'lmaslikdek kelsak, biz Alloh taologa shunday qilish bilan ibodat qilamiz. Gunoh ma'siyatga rozi bo'lg'uvchini ayiblash bilan, shuningdek kofirlarni va gunohkorlarni dushman tutish va ularga inkor qilish bilan Alloh taologa ibodat qilamiz. Bu vaqtda kelgan oyat va hadislar nihoyat ko'pdir. Savol: qazoyi qadarga rozi bo'lish haqida so'zlandi. Demak, gunoh ma'siyatlarning Alloh taoloning qazosisiz bo'lishi mumkin emas. Agar gunoh ma'siyatlar qazoyi qadar bilan bo'ladigan bo'lsa, uni yomon ko'rish Alloh taoloning qazosini yomon ko'rganlik bo'ladi. Undaqda bu ikkisini qanday birlashtirish mumkin? Javob: bu ilm sirlarini bilishda kam idrok kishilarga mujmal bo'lib qoladigan ishlardan biridir. Hatto bir turkum kishilarga haqiqat mujmal bo'lib qilib, ular gunoh ma'siyatni inkor qilishdan sukut qilishni rozi bo'lish maqomlaridan bir maqom deb qaradi va uni sukut qilishni go'zal axloq deb atashdi. Bu bo'lsa aniq nodonlikdir. Balki biz deymizki, rozi bo'lish va yomon ko'rish bir narsada bir tarafdan o'xshash yo'l ustida kelsa, bir-biriga ziddir. Bir narsaga bir tarafdan rozi bo'lib, yana bir tarafdan uni yomon ko'rish bir-biriga zid emas. Masalan, ham sening dushmaning, ham sening boshqa ba'zi dushmanlaringning paydo bo'lib, ular bilan dushmanlashadigan bir dushman o'lib ketsa, sen dushmaningning dushmani o'lganlik uchun uning o'limiga qayg'ursan, ammo uning sening dushmaning bo'lish sifati bilan uning o'limidan suyunasan. Shuningga o'xshash gunoh ma'siyatning ikki tarafi bo'ladi. Biri gunoh ma'siyatning Alloh taolaning irodasi va tanlashidan bo'lgan taraf mutlaq podshohning hukmronligiga taslim bo'lg'uchi bu tarafga rozi bo'ladi. Yana bir taraf kishi u gunoh ma'siyatning insonning o'z qilmishi ekanligi, u insonning Alloh taolo nazarida yomon ko'rilganligiga, o'ch ko'rilganligiga alomat va sifat bo'lganligi va Alloh taoloning uningga o'zidan yiroqlashish va yomon ko'rilish sabablarini hukmron qilganligi tarafdan uni inkor qildi va ayiblaydi. Bu so'zlar bu misol bilan oydinlashadi. Kishilar yaxshi ko'radigan bir kishini faraz qilaylik. U kishi o'zini yaxshi ko'radigan kishilar oldida, men kishilar ichidan meni yaxshi ko'radigan kishilar bilan meni yomon ko'radigan kishilarni ayirmoqchiman. Shuning uchun rostgo'y bir o'lcham qo'yman. Ya'ni men paloni kishini qasddan qattiq urushim uni meni tillashga majbur qildi. U meni tillaganda uni yomon ko'raman va uni dushman tutman. Shundaqla kim uni yaxshi ko'rsa, uning mening dushmanim, kim uni yomon ko'rsa, u mening do'stim va meni suyadigan kishi ekanligini bilaman deydi. Ondan ayni shundaq qildi, natijada maqsad hosil bo'lib, urilg'uchi tillaydi va tanqid qilg'uvchilar dushman qatoriga o'tadi. Rost yaxshi ko'rguvchilar bo'lsa, uningga sening bu shaxsni urib, uningga aziyat berishingni yoqtirdim, chunki o'zining ko'z qarashing, sening o'rinlashtirishing va sening ishing uning seni tillishi bo'lsa, sana hujum va yomonlik qilganligidir. Men seni tillagan kishini yomon ko'raman. U aslida seni tillamasligi va sabr qilish kerak edi deydi. Demak, Alloh subhanahu va taoloning shahvat va gunoh ma'siyat sabablarini bandaga hukmron qilishi va insonning o'ziga osiylik qilganlik uchun uni yomon ko'rishi shuningga o'xshashdir. Shunga Allohni yaxshi ko'rgan har bir bandaning Alloh azza va jalla o'ch ko'rgan kishini o'ch ko'rishi va Alloh taolo dushman tutgan va huzuridan yiroq qilgan kishini, garchi Alloh taolo qudrati va bism bilan uni o'ziga dushmanlashish va qarilishishga majbur qilsa-mu, dushman tutishi vojibdir. U Alloh taolaning rahmatidan yiroq va qo'g'landidir. Jimi so'yguvchilar so'ygan zotning murodiga muvofiq ish tutib, u yaqinlik martabalaridan yiroqlashtirgan va g'azab qilganlarga g'azab izhor qilish bilan ularni o'ch ko'rishi kerakdir. Buning bilan Alloh taolo uchun yomon ko'rish va yaxshi ko'rish, kofirlarga qattiq qo'pol bo'lish va Alloh taolodan kelganlik uchunlar qazoyi qadariga rozi bo'lib, ularni chin dildan yomon ko'rish haqida kelgan barliq hadislar muayyanlashadi. Buning hammasi yoshirin taqdirning siri bilan qo'lga keltirildi.
Usur bo'lsa, yaxshilik va yomonlikning har ikkisining Alloh taolaning iroda va xohishiga kirdiganligi, lekin yomonlikning o'ch ko'riladigan maqsad va yaxshilikning mamnun bo'linadigan maqsad ekanligidir. Shariat adablari bilan qurollanish, sukut qilish va qazoyi qadarga rozi bo'lish bilan gunoh ma'siyatlarni yomon ko'rish qatorliqlarni jam qilishdan iborat kishilar qiladigan ibodat bilan turish afzaldir. Alloh taolo eng yaxshi bilguchidir. Bu bölümning oxirida yaxshi ko'rishga munosabatlik manfaatli so'zlar. Yaxshi ko'rishga munosabatlik bir necha rivoyat. Birinchi, darlarki Alloh taolo Davud alayhisalomga mundaq deb vahiy qilgan edi. Agar mendan yuz o'rganlar, mening ularni qandoq kutadiganligimni, ular qandoq mehribonligimni, mening ularning gunoh ma'siyatlarini tark etishiga qandoq tashna ekanligimni bilsa edi, ular menga tashna bo'lib o'lib qolgan bo'ladi. Meni yaxshi ko'rganlikdan ularning bo'g'imlari parcha-parcha bo'lib ketadi. Ey Davud, mana bu zotimning mendan yuz o'rguchilar bordagi irodamdir. Menga yuzlanguchilar borda mening irodam qandoq bo'lar? Ey Davud, banda mendan o'zini behojat sanasa, menga eng muhtoj bo'lur. Banda men tarafga qaysa, mening nazrimda eng hurmatli bo'lur. Ikkinchi, bir ibodatgo'y ayol Alloh bilan qasamki, men hayotdan zerikdim. Agar o'lim setildigan bo'lsa edi, Alloh taologa bo'lgan tashnoliqim va u zotning didoriga bo'lgan mushtaqliqim bilan o'limni setib olatdim, deydi. Shuning bilan u ayolga: "Sen qilgan amalingga ishonch qilamsan?" deb so'radilar. O ayol: "Yo'q, lekin men Alloh taoloni yaxshi ko'raman va uningdan yaxshilik kutaman. Men Alloh taoloni yaxshi ko'radigan tursam, sencha Alloh taolo meni azoblarmi?" dedi. İman nuri va Qur'on ziyolari bilan qalbi nurlangan kishilarga baxt saodatga erishishning faqat ilm va ibodat bilanla mumkin bo'lganligi oydindir. Olimlardan boshqa kishilarning hammasi halok bo'lguchidir. Olimlar ichida amal qiluvchi olimlardan boshqa olimlar halok bo'lguchidir. Amal qilishdimi ixlos qiluvchilardan boshqa amal qiluvchilar halok bo'lguchidir. Shu ixlos qiluvchilarmi ham cho'ng xatar ustidadir. Niyat qilmasdan qilingan amal behuda jafodir. Ixlos bo'lmagan niyat riyodir. Amaliy ko'rsatilmagan ixlos chang to'zonga o'xshashdir. Alloh taolo aytdi: "Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zandek qilib o'tamiz." Ya'ni ular iymonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarini yo'q chiqaramiz. Kashki men his qilsam-chu, niyatning haqiqatini bilmagan kishining niyati qandoqmi durust bo'lsin, yoki ixlos haqiqatini bilmagan kishi qandoqmi niyatini to'g'rilab ixlos qila olsin. Ixlos ma'nosi amaliyotga chiqmasa, ixlos qiluvchi kishi o'zining nafsidan rostchilikni qandoq talab qila? Alloh taologa itoat qilishni iroda qilgan har qanday bandaning tunji vazifasi tunish hosil bo'lish uchun avval niyatni bilish kerak. Bandaning nijot tepishiga vosita bo'ladigan ixlos va rostchilikning haqiqatini tushungandan keyin amalini to'g'irlash kerak. Biz bularni 3 faslga bo'lib bayon qilamiz. Birinchi fasl niyat qilish, uning haqiqati, uning fazilati va shuningga munosabatlik masalalar to'g'risida. Alloh taolo mundaq degan: Allohning roziligini ko'zlab, atiganda, oqshomda Parvardigoriga ibodat qilganlarni yeningdan qo'g'ilib etmagin. Ularning hisobidan sana hech narsa yuklanmaydi. Ya'ni ularning qilmishlari uchun sen javobgarlikka tortilmaysan. Sening hisobingdanmi ularga hech narsa yuklanmaydi. Ularni qo'g'ilib etsang, zolimlardan bo'lib qolsan. Bu oyatdagi ko'zlash niyat qilish demakdir. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, u mundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini angladim. Haqiqatan amallar niyatlarga bog'liqdir. Har kimning amali o'z niyat qilgan narsaga yarasha bo'ldi. Kimki Alloh va Alloh rasulining roziligini ko'zlab hijrat qilgan bo'lsa, u kishi Alloh va Alloh rasuli uchun hijrat qilgan bo'ladi. Kimki mol dunyo tepish yoki xotin elish uchun hijrat qilgan bo'lsa, u kishi o'zi maqsad qilgan shu narsalar uchun hijrat qilgan bo'ldi." Sayyinda Abu Musa radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundaq deydi: Bir adam payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yeniga kelib: "Ey Alloh taolaning elchisi, bir adam botirlik qilib urushidi, bir adam g'azablanib urush qildi va bir adam riyo qilib urush qildi. Bularning qaysi Alloh yo'lida urush qilgan bo'ladi?" degan edi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Kimki Alloh taolaning kalimasi eng oliy bo'lish uchun urushsa, u kishi Alloh taolo yo'lida urush qilgan bo'ladi, dedi. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Sizlar Madinada bir turkum kishilarni keyninglardan qoldirib chiqdinglar.
Sizlar biror vodidan o'tsanglar va biror yo'ldan mangsanglar, ular sizlarga ajrda sherikdir. Ularni kasallik sizlar bilan birga chiqishdan to'xtatib qo'ydi. Muslim rivoyat qilgan, Buxoriy Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Sayyi'da rivoyat qilingan Ibn Abbas radhiyallohu anhuning hadisida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: kimki bir yaxshilik qilishni niyat qilib, uni qilmasa, uningga bir yaxshilik qilganlikning ajri yozildi. Abu Kabasha al-Anmari radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: bu ummat misoli 4 turli kishiga o'xshaydi. Ularning biri Alloh taolo ham ilm ham mol bergan kishidir. U kishi ilmiy amal qilib, milini haq yo'liga sarf qildi. Yana biri Alloh taolo ilm bergan, lekin mol bermagan kishidir. U kishi agar mening bu yaxshi kishiga o'xshash milim bo'lsa, u kishi qilgan o'xshash amal qilatdim deydi. Bu ikki kishi ajrida barobardir. Yana bir kishi Alloh taolo mol berib, ilm bermagan kishidir. U odam milini qarg'ulacha botil yo'liga sarf qildi. Yana biri Alloh taolo ilmmi va molmi bermagan kishidir. U odam agar Alloh menga mol bergan bo'lsa, bu boy milini qarg'ulacha xashlagandek men mushundoq qilatdim deydi. U ikkisi gunohda barobardir. Abu Imron al-Javni rahimahulloh mundaq deydi: Farishtalar amallarni ilib osmonga o'rlaydi, ondan Alloh taolo farishtalarga: "U amal daftarini tashlanglar" deb nido qildi. Rabbimiz u odam yaxshilikni so'zlagan edi, biz uni yozib saqildik deydi. Shuning bilan Alloh tabarak va taolo u odam u yaxshilik bilan mening roziligimni niyat qilmadi deydi. Alloh taolo farishtaga "Paloniq mundaq savob yozg'in" deydi farishta. Rabbim u odam u yaxshi amalni qilmadi deydi. Shuning bilan Alloh taolo u shu yaxshi amalni qilishni niyat qildi deydi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq degan: Alloh taolo farz qilgan amallarni qilish, harom qilgan ishlardan saqlanish va Alloh taolo huzuridagi narsaga niyatning to'g'ri bo'lishi eng afzal amaldir. Bir kishi davomli Alloh taolo rozilik uchun qilinadigan bir amalni menga ko'rsatib qo'yinglar degan edi. Uningga yaxshilik qilishni niyat qilgin, chunki sen yaxshilik qilishni niyat qilsang, uni qilmasang bu yaxshilik qilishga niyat qilganliging uchun davomli uni qilgandek bo'lasan deyildi. Amal qilolmasimi, niyat amalning o'rnida turdi. Chunki bir kishi kechada qiyomda turishni niyat qilib, qiyomda tura olmay uxlab qolgan bo'lsa, u kishiga qilishni niyat qilgan ibodatining savobi bo'ladi. Bir hadisda mundaq deyilgan: bir odamning kechada qiyomda turadigan bir vaqti bo'lsa va shu vaqt qiyomda tura olmay uxlab qolsa, uningga shu soatda namoz o'qiganlikning ajri bo'ladi. Uxlug'ini uningga qilingan sadiqa bo'ladi. Yana bir hadisda mu'minning niyati uning amalidan yaxshidir deyilgan. An-niya niyat qilish, al-irada iroda qilish va al-qasd maqsad qilish degan so'zlar ma'nodosh so'zlardir. Niyatga munosabatlik amallarning tafsiloti to'g'risida. Amallar 3 qismga bo'lindi. Birinchi qism gunoh ma'siyatlar. Gunoh ma'siyatlarning mohiyati niyatga qarab o'zgarmaydi. Masalan, bir kishi yaxshilikni iroda qilib harom mol bilan masjid bino qilgan bo'lsa, niyat qilingan yaxshilik uningga foyda bermaydi. Chunki yaxshilikni boshqa bir yomonlik bilan maqsad qilish bir yomonlik hisoblanadi. Yaxshiliklar shariatda yaxshilik bo'lganligi uchun xayr deb bilindi. Shundoq bo'lgan ekan, yomonlikning yaxshilik bo'lishi qanday mumkin bo'lsin? Yomonlikning yaxshilik bo'lishi haqdan yiroqdir. Haram mol bilan masjid, madrasalarni bino qilib, sultonlarga yaqinlik izlagan kishi ahmoqlarga o'xshash fosiqlik amallar bilan mashg'ul bo'ladigan yomon kishilarga ilm o'rgatib, ularga yaqinlashadigan yomon olimlarga o'xshashdir. Bu yomon odamlar ilm o'rgansa, Alloh taolaning yo'lini to'sadigan bulanchilar bo'ldi. Ular dunyoda pishqa yerisman bo'ldi va nafsi xohishiga ergashadi. Buning yomon oqibati ularning buzuq niyatlarini va maqsadlarini bilib turib, ularga ilm o'rgatguchiga bo'ladi. Maddohlarning qissalarini o'rganishmi shu jumladandir. Chunki ularning ko'pinchisining maqsadlari hammaga tunishliqdir. Ularning maqsadi dunyo tepish va qanday yo'l bilan bo'lsin, boshqalarning milini ilib olishdan iborat. Shunga ularga qissalarni o'rgatish buzuqchilikqa yordam berganlikdir. Sen taat ibodatning niyat sababli gunoh ma'siyatga aylanadiganligini bilsan. Gunoh ma'siyat bo'lsa, niyat sababli asla taat ibodatga aylanmaydi. Balki uning gunohkor maqsad qo'shilsa, uning gunohi hassilab bo'ldi va yomon oqibati cho'ng bo'ldi. Ikkinchi qism taat ibodatlar. Taat ibodatlarning to'g'ri bo'lishining asosi va uning fazilatining hassilab eshishi niyatga bog'liqdir. Taat ibodatning asosi boshqa emas, faqat Alloh taologa ibodat qilishni niyat qilishdir. Agar niyati riyo qilish bo'lsa, taat ibodat gunoh ma'siyatga aylanib qoldi.
Fəzilətinin əsləb işi, yaxşı niyetlərinin köp buluşu bilan buludu. Çünki bir ibadətdə köplügən yaxşılıqlarını niyet qilish mümkün buldu. Şu arqılıq kişinin hər bir niyetiga savab berildi. Onundan hər biri bir yaxşılıq bulub, bir yaxşılıq 10 həssilinib yazıldı. Misal, məsciddə o'ltirish ibodatdir. Bu ibodatda ko'plagan ishlarni niyat qilish mumkin. Jumladan masjidga kirish bilan namozni kutishni, e'tikofda o'ltirishni va badan a'zolarini gunohdan to'xtatishni niyat qilish qatorliqlardir. E'tikofda o'ltirish badan a'zolarini gunohdan to'xtatganlikdir. Ya'ni masjidda o'ltirish bilan Alloh taologa yetishdan qaytarg'uchi omillarni yo'q qilg'ili va Alloh taoloni zikr qilg'ili bo'ladi. Bu bo'lsa bir amalda yaxshi niyatlarni ko'p qilishning yo'lidir. Buningga boshqa ibodatlarni qiyos qilg'in, har qanday ibodat nurg'un niyatlarni o'z ichiga oladi. 3-qism mubahlar. Mubah narsalar bo'ldikan, uningga bir yoki bir necha yaxshi niyatni qilg'ili bo'ladi. Mubah narsalar shu niyatlar bilan ibodatlarga aylandi va oliy darajalarga erishgili bo'ladi. Shuning uchun yaxshi niyatlardan g'afil qilib, o'z mayliga qo'yutilgan hayvonlarga o'xshash ishlarni qilib yurgan insonlar nihoyat cho'ng ziyon tortquchidir. Banda har qanday xiyolini, olgan qadamlarini va har bir qarashlarini tuvan ko'rmasligi kerak. Chunki qiyomat kuni banda bularning hammasidan nima uchun shunday qilding, nimani maqsad qilding deb so'ralguchidir. Mubah ishlardan ibodatni niyat qilishning misoli xushbiroq ishiltish, buning bilan sunnatga ergishishni, masjidni hurmatlashni va o'zi aralashgan kishilarga aziyat berilgan puroqlarni yo'q qilishni niyat qilish qatorliqlar. Shuningdek, xushbiroq ishiltish orqali aqlini va ziyrakligini oshirishni niyat qilishi, fikri yurgizib dindagi muhim ahkomlarni tushunib olishni osonlashtirdi. İmam Şafii rahimahullah kimning puruqi yaxshi bo'lsa, aqli ziyoda bo'ladi degan. Salaf solihlardan biri mundaq degan: "Men barliq ishlarimda, hatto yemak, ichmak, uxlash va tahorat sundirish chog'liq ishlardimi yaxshi niyatim bo'lishini yoqtiraman." Bu ishlarning hammasida Alloh taologa ibodat qilishni maqsad qilish mumkindir. Badanning sog'lom turishiga va qalbning sop bo'lishiga sabab bo'ladigan har qanday narsa dinning muhim ishlaridandir. Bir kishi yemak yeb ibodatda bardam bo'lishni, nikohlanib dinini saqlashni va ayolining qalbini mamnun qilishni hamda o'zi olamdan o'tgandan keyin Alloh taologa ibodat qiladigan bir baliq erishni maqsad qilsa, buning hammasiga savob berildi. Sen hech bir so'z harakatingni sal chag'lamag'in, sendan hisob ilinishdan ilgari o'zingdan hisob olg'in. Qilmoqchi bo'lgan ishingni qilishdan avval niyatingni to'g'rilag'in va tark etgan narsalarni niyatingga qarag'in. Niyatning insonning ixtiyorligi doirasiga kirmaydiganligining bayoni. Nafs o'ziga naq shu damda yoki kelajakda foydali ekanligini bilgan narsaga moyil bo'ldi va shu narsaga nafsning qo'zg'alishi niyat demakdir. Balkim ba'zi joylar biz niyatni yaxshilik qilish haqida tavsiya qilgan ba'zi so'zlarni anglab, yemak yegan chaqda Alloh taolo rozilik uchun yeyishni niyat qildim yoki o'qigan chaqda Alloh taolo rozilik uchun o'qishni niyat qildim deyishi va buni niyat qilganlik deb o'ylash mumkin. Halbuki bu niyat emasdir. Haqiqiy niyat bo'lsa qalbning qo'zg'alishidir. Niyat Alloh taologa tamoman taslim bo'lishdir. Niyat ixtiyorlik doirasiga kirmaydi. Niyat qilish ba'zida oson, ba'zida tas bo'ldi. Ko'pincha vaqtda qalbi dunyoga emas, diniga moyil bo'lgan kishiga niyat qilish oson bo'ldi. Kishilar niyat qilishda bir necha qismga bo'lindi. Bir qismi qo'rqish turtkisida taat ibodat qiladi. Bir qismi umid qilish turtkisida amal qildi. Yana bir qismi yuqorqi ikkisidan ustundir. O bo'lsa-mu ibodatga va qulluq qilishga loyiq bo'lganlik uchun Alloh taolani ulug'lash niyatida ibodat qilish. Bundaq ibodat qilishga dunyo qiziquvchi muyassar bo'lmaydi. Bu bo'lsa niyatlarning eng kam uchraydigani va eng oliysidir. Bu niyatda bo'lish tugul, uni tushundiganlarmi bek ozdir. Bu daraja egasi Alloh taolani yaxshi ko'rganlikdan, Alloh taolaning ulug'lik haqida fikr qilish va Alloh taolani zikr qilishdan o'tib ketmaydi. Hikoya qilindiki, Ahmad ibn Hazravay izzat egasi bo'lgan Alloh taolani tushida ko'rdi. Alloh taolo uningga barliq kishilar mendan bir narsa tilaydi, ammo Abu Yazid al-Bistami meni tilaydi deydi. Bizning buni keltirishdagi maqsadimiz niyatlarning daraja jihatda farqli bo'lganligini bayon qilish uchundir. Bir kishining qalbini bu niyatlardan biri chulg'ib olsa, ba'zida uningdan boshqaga moyil bo'la olmasligi mumkin. Bir kishi mubah narsaga niyat bog'lasa, lekin fazilatlik amalga niyat bog'lay olmasa, mubahga niyat bog'lay olgan afzal fazilat mubahga yetkiladi.
Misal, bir kishi ibodatda texmo bardam bo'lish va badanni rohatlantirish uchun yeb ichishga niyat bog'lagan bo'lib, shu holatda namoz o'qish va ro'za tutishga niyat qo'zg'almasa, uning yeyishi va uxlashi afzaldir. Balki ibodatni ko'p qilganlikdan ibodat qilish malol kelsa va mubah narsa bilan bir soat rohatlansa, uning tetikligi qaytadigan bo'lsa, u chaqda shuni qilish ibodat qilgandan afzaldir. Ali raziyallohu anhu mundaq degan: qalblarni dam oldiringlar, uning ajoyib hikmatlarni izdanglar, chunki qalblar badan charchagandek charchaydi. Bir kishi mundaq degan: qalblarni rohatlantirsanglar, qalblar zikrini tushundi. Bu nozik ilmlarni faqat olimlar bilan aralashish orqali bilalaysan. Chunki usta tebib ba'zida qizib qolgan kishi qizib tursimi, go'sh bilan davolay oladi. Na usta tebibning bunday qila olishi notayin, na usta tebib davolamoqchi bo'lgan odamning davolashni ko'tara olishi va uning quvvatli bo'lishi uchunla go'sh talab qildi. Shuningdek, urush qilishga moyil kishi dushmanini texmo tar yerga kirgizish uchun hiyla ishlatib, dushmandan qochishi mumkin. Alloh taolo yo'lida mingish shaytonga qarshi urush qilganlikdir, qalbini davolaganlikdir. Yaxshilikqa muvofiq qilingan va yiroqni ko'radigan kishi shu yo'ldagi ojiz kishilar yiroq sanaydigan nozik hiylalarni biladi. Shunga ojiz kishilarning o'zlari bilmagan narsalarni yiroq sanashi to'g'ri bo'lmaydi, balki ular bu ishlarni sirlari echilib bo'lguncha yoki o'zlari shu maqomlarga yetguncha bu ishlarning sirlarini yuksak maqomli kishilarga topshirish kerak. Ikkinchi fasl ixlos qilish, uning fazilati, haqiqati va darajalari to'g'risida. Allah Taala mundaq degan: ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq diniga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi, namozni ado qilishga, zakotni berishga buyurildi. Ana shular, ya'ni ibodat, ixlos, namoz, zakotlar to'g'ri dindir. Allah Taala yana: bilinglarki, sherikdan va riyodan sap din Allohga xosdir. Bu vaqtda buningdan boshqa oyatlarmi bor? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Muaz ibn Jabal raziyallohu anhuga mundaq degan: diningni, ibodatingni riyo va sherikdan sap qilgin, shundala sana ozg'in amal kifoya qildi. Anas raziyallohu anhuning bir hadisida mundaq rivoyat qildi: qiyomat kun farishtalar pechatlangan daftarlarni ilib keldi, ondan Alloh taolo farishtalarga: bu daftarni tashlanglar, bu daftarni qabul qilinglar deydi. Farishtalar: sening izziting bilan qasamki, biz faqat bo'lgan ishlarni yozdik deydi. Alloh taolo: bu amal mening roziliqim uchun bo'lmagan edi, bugun men faqat mening roziliqim uchun bo'lgan amalni qabul qilman deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligi rivoyat qilindi: farishtalar bir bandaning amalini ko'tarib, uni ko'paytirdi va o'stirdi. Alloh taolo ularga vahiy qilib: sizlar mening bandamning amalini saqlag'uvchi farishtalarsizlar. Men o bandaning ko'ngildagini ko'zitib turg'uchman, o bandam amalini riyodan sap qilmadi, uning kitobini sijjinda qilinglar deydi. Ular Allohning dargohiga yana bir bandaning amalini ko'tarib ilib chiqdi va u amalni oz sanaydi. Alloh taolo ularga: sizlar mening bandamning amalini saqlag'uvchi farishtalarsizlar, men uning ko'ngildagini ko'zitib turg'uchman, u bandaning amalini ko'paytinglar va uni illiyinda qilinglar deydi. Hasan al-Basri aytdir: Allah Taala'nı tashlab ibodat qilinadigan bir daraxt bor edi. Bir odam o daraxtning yeniga kelib ko'nglida: men bu daraxtni kesib tashlayman dedi va uyiga berib paltilib, Alloh Taolo roziligi uchun g'azablanib, o daraxtni kesish uchun mangdi. Yo'lda shayton uning inson suratida uchrashib: qayerga nima ish qilish uchun mangding degan edi u kishi. Alloh Taolani qo'yib ibodat qilinadigan yilqi daraxtni kesib tashlag'ilmangdim dedi. Sen onunğa ibadet qilmagandan boshqalar onunğa ibadet qilsa, sana nima ziyni? Ben o daraxtni cho'qim kesib tashlayman. Daraxtni kesib tashlashdan yaxshiroq bir ishni ko'ngling tartamdi. Kel, sen o daraxtni kesib tashlamagin, har kuni tong atganda yostiqning ostida 2 tilla paydo bo'ladi. Buningga kim kepil? Mana men kepil. Shuning bilan o kishi daraxtni kesmay qaytib ketdi va tong atganda yostiqning ostidan 2 tilla topdi. Uning aytisi tong atganda yostiqning ostidan hech narsa topolmadi. Ondan u odam qattiq g'azablanib daraxtni kesish uchun mangdi. Bu chaqda shayton uning o'z suratida ko'rinib: yo'l bo'lsin qayoqqa dedi. O kishi: Alloh taolani qo'yib ibodat qilinadigan o daraxtni kesib tashlamoqchiman dedi shayton uningga. Yolg'on aytma, sen o daraxtni kesib tashlay olmaysan dedi. Lekin o kishi daraxtni kesib tashlash uchun mengib edi. Shayton uni yerga yiqitdi va uning gilini bo'g'ib o'ltirib qo'yg'ili tasliq qoldi. Ondan shayton uningga:
mening kimligimni bilamsan dedi va o'zining shayton ekanligini xabar qilib, sen avvalgi qitimda Alloh taolo uchun g'azablanib kelgan eding. O chaqda mening seni bo'ysundirishga hech qanday kuchim yo'q edi. Men seni ikki tilla bilan aldasam, daraxtni kesishdan voz kechding. Ikki tillani yostiqning ostida topolmayding, shu ikki tilla uchun g'azablanib kelding. Shu sababdan men senga hukmron qilindim dedi. Ma'ruf al-Karxiy rahimahulloh o'zini urib turib, "Ey nafsim, ixlos qilgin, do'zaxdan xalos bo'lsan" deydi. Abu Sulaymon rahimahulloh mundaq degan, bir qadam olsa, shu qadamini Alloh taolo roziligini ko'zlab olgan kishiga xush muborak bo'lsin. Hikoya qilindiki, bir ayol kiyinib sirtqa chiqatdi va to'y matam degandek so'rinlarga ayollar bilan birga qatnashatdi. Bir kuni ayollar to'plangan bir so'ringa keldi. O so'rinda bir tal guhar o'g'irlandi. Ayollar, "Ishni etinglar, biz aqtirish ilib boramiz" deb to'ladi. Ayollar bir-birlab aqtirilib, navbat ayolchi kiyinib olgan yilq odam bilan uning yendiki bir ayolga keldi. Ondan u kishi Alloh taolaga ixlos bilan duo qildi. "Agar men bu rasvolikdan qutulib qolsam, buning o'xshash ishni ikkinchi qilmayman" dedi. Ondan yilqi guhar uning yenidagi ayolning yenidan tepildi. Shuning bilan aqtirg'uvchilar, "Begunoh ayolni qo'yib o'tinglar, guharni topdik" dedi. Ixlosning haqiqatining bayoni. Har qanday narsaga boshqa narsaning aralashib qilishi mumkin. Demak, aralashmasiz, suzuk va sap bo'lganda ixlos deb ataladi. Sherik ixlosning zididir. Ixlosman bo'lmagan kishi mushrik bo'ldi, lekin sherikning bir necha darajalari bo'ladi. Tavhiddagi ixlosning qarim-qarshisi Alloh taologa sherik keltirishdir. Sherikning ba'zi oshkora, ba'zi yushirin bo'ldi. Ixlos ham shundoq. Biz ilgari riyoning darajalarini o'z babida tilga ilib o'tdik. Navbatda ibodat qilish maqsadida harakatga o'tgan, lekin riyokorlik yoki uningdan boshqa nafsoniyat aralashib qolgan kishi haqida so'z qilamiz. Masalan, ro'za tutib hosil bo'lgan chidamchanligi bilan boshqa ishlardan foydalanish maqsadida ro'za tutish yoki bir qo'lni uning chiqimi va yomon axloqidan qutulish maqsadida ozod qilish, safar qilib ko'p harakat qilish orqali mizoj sog'lomligini ko'zlab va yo o'zi kiribdor bo'lg'usi yomonlikdan qutulish uchun haj qilish, urushga tayyorlanish uchun chiniqish va urush taktikalarini o'rganish uchun g'azot qilish yoki xotin bola va uy voqini qo'g'dash uchun uyg'oq bo'lish maqsadida kechada namoz o'qish, turmushni qulay qamdash uchun ilm o'rganish yoki anglatgan siri suyunish uchun astoydil dars o'rgatish va shuningdek ishlar. Bir kishining maqsadi Alloh taologa ibodat qilish bo'lsa, lekin u kishi shu ibodatni qilishga qo'zg'agan turtkiga mushu o'ylardan biroz qo'shilib, natijada u ibodatni qilish uningga yengil bilingan bo'lsa, u kishining amaliy ixlos chegarasidan chiqib ketgan bo'ladi. İnsanның hech bir ishi va hech bir ibodati bu ishlardan ayrilolmaydi. Shuning uchun bir kishining umrida ko'zni yumib ochquchilik vaqti xolis Alloh taolo roziligi uchun bo'lsa, azobdan qutuladi deyildi. Bundaq bo'lishi chin ixlosning to'limi kam uchraydiganligi, qalbni bu omillardan pokizlashning tasb bo'lganligi uchundir. Faqat Alloh taologa yaqinlik izlash turtki bo'lgan amal xolis amaldir. Sahil tustaridan qaysi narsa inson nafsiga eng qiyin deb so'ralgan edi, u ixlos qilish, chunki nafsning ixlos qilishdan nasibasi yo'q deb javob berdi. Ixlosni buzg'uchi omillar. Ixlosni buzg'uchi omillar xilma-xildir, uning ba'zisi oshkora, ba'zisi yoshirindir. Biz riyokorlikning darajalarini o'z o'rnida bayon qilib o'tdik. Riyolar ichida chumulning mingishidanmi yoshirin riyolar bor. Növbətdə onun təfsilatı sözləndi. Yığıncaqlab aytqanda, əməl ibadat qılğuchi qılıyotgan ibadatini insanның ko'rishi bilan hayvonning ko'rishi boshqa deb qarasa, undaq kishi chin ixlosmandlikdan chiqib ketgan bo'ladi. Ibodatning nozik taraflariga chiqargan Alloh taolaning gunohlardan saqlashi va yaxshi ishlarga tavfiq berishi bilan baxtli bo'lgan kishilar shaytonning osturishidan omon qoldi. Olimning 2 rakat namozi jahilning 70 rakat namozidan afzaldir deyildi. Yani o alim əməllərinin nazik apatlariga chiqarib, əməllərni buzg'uchi afatlardan qutulgan alimdir. Jahil bo'lsa, ibodatning tashqi ko'rinishiga qaraydi, baholag'uchi rozi bo'lgan bir qirat oltin oson aldinib qoldigan 4 odam rozi bo'lgan bir tillardan yaxshidir. Fasl ixlosga ta'sir ko'rsatadigan omillar aralashgan amalning hukmi va u amalga savob berilishining tafsiloti. Faqat riyo uchun amal qiluvchiga u amal foydali emas, balki ziyonlidir. Faqat Alloh taolo roziligi uchun qilingan yaxshi amal savobga erishtirgandek, riyo uchun qilingan amal riyokorni azobga duchor qildi.
Bu ikkisida hech qanday mujmallik yo'qdir, ammo riyo va nafs aralashib qolgan amal haqida olimlar orasida bundaq amalga savob berilamdi yoki jazomi yoki hech narsa berilmamdi degan xususda bir necha xil qarashlar bor. Bu xususda bir-biriga zid o'xshamagan qarashlarmi bor. Bu xususda bizga aniq bo'lgan qarash Alloh taolo eng yaxshi bilguchidir, amal ibodatga turtki bo'lgan omilga qarashdir. Agar amal ibodatga turtki bo'lgan diniy omil, nafsoniy omil bilan tang bo'lsa, ikkisi bir-biriga qarshilashadi va ikkilisi yiqildi. Bu holda amal ibodat uni qilg'uchiga na ziyonliq, na foydaliqdir. Agar riyokorlik turtkisi kuchli bo'lsa, kishiga qilgan amali ziyon yetkazdi va u kishini azobga duchor qildi. Lekin u azob faqat riyo uchun qilingan amalning jazosidan tuvandir. Agar diniy turtki nafsoniy turtkidan kuchli bo'lsa, savobmi shunga qarta ko'p bo'ldi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: Allah haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni hassilab ziyoda qildi, o'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qildi. Biz tilg'ilib o'tgan bu so'zga ummatning birdek ijmosi dalildir. Ya'ni bir kishi yeniga tijoriy mol olib hajga chiqqan bo'lsa, uning qilgan haji to'g'ridir, uningga savob berildi. Halbuki tijoriy mol bilan haj safariga chiqqan kishining hajiga bir nafs aralashgan bo'ladi. Lekin u kishining hajga yo'l elishi turtki bo'lgan asli omil haj bo'lsa, qilgan safari savobdan xoli qolmaydi. Shuningdek, g'azi kishi urush qilish va g'animat elishni niyat qilsa, g'animat elishni niyat qilish, urush qilishga qo'shimcha agishib kelgan bo'lsa, u kishiga savob yozildi, lekin u kishining savobi asla g'animatga qarmagan kishining savobiga barobar bo'lmaydi. Alloh taolo eng yaxshi bilguchidir. 3-fasl rostchilik, uning haqiqati va uning fazilati. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam doimo rostchil bo'linglar, chunki rostchilik yaxshilikka boshlaydi, yaxshilik jannatga boshlaydi. Bir odam davomli rost so'zlab, rostchil bo'lishga tirishsa, oxiri Alloh taolaning nazarida rostchil deb yozildi degan. Beshir Afi rahimahulloh mundaq degan: kimki Allohga rostchilik bilan muomala qilsa, kishilardan o'zini yolg'izlik his qildi. Rostchilik kalimasi bir necha ma'noda ishlatildi. Birinchi, so'zda rostchil bo'lish. Har bir banda so'zlariga diqqat qilishi, faqat rostchilik bilan gap qilishi lozim. Ig'izda rostchil bo'lish rostchilik turlarining eng mashhur va eng oshkorisidir. İma ishora, kinoya bilan gap qilishdan saqlanish kerak, chunki u yolg'onchilik o'xshaydi. Lekin hojat tushsa, ima ishorat, kinoyalik so'zlarga yo'l bordir, chunki sharoit ba'zida buni taqozo qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam g'azot qilmoqchi bo'lsa, dushman xabar tepib tayyorlik qilib olmaslik uchun hujum qilmoqchi bo'lgan nishonning nomini boshqa nishon bilan yushratdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: kishilarni yarashtirish uchun yaxshi so'zlarni to'shigan yoki yaxshi so'zlarni qilgan odam yolg'onchi hisoblanmaydi. İnson o'zining men haqiqatan botil dillardan haq diniga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim, men mushriklardan emasman degan so'ziga o'xshash Parvardigorga pichirlagandimi, gaplarda rostchilik ma'nosiga rioya qilish kerak. Agar kishining qalbi dunyo bilan mashg'ul bo'lib, Alloh taoladan yuz o'rgan bo'lsa, undaq kishi yolg'onchi hisoblanadi. Ikkinchi, niyat va irodada rostchil bo'lish, ya'ni ixlosmand bo'lish. Agar qilgan amaliga kichikina nafs aralashsa, niyatning rostchilligi yo'qoladi. Undaq amal qilguvchi riyokor olim, qori va mujohid haqida kelgan hadisdagidek yolg'onchi bo'ldi. Qari kishi Alloh taolaga "Men sening roziliging uchun Qur'on o'qidim" deganda, Alloh taolo uning o'qigan Qur'onini emas, balki uning irodasi va niyatini yolg'onga chiqardi. Uning mujohid va olim ikki hamrohini shunday qildi. 3. Niyat qilish va uningga vafo qilishda rostchil bo'lish. Niyat qilishda rostchil bo'lishga kelsak, masalan bir kishi agar Alloh menga mol bersa, hammasini sadiqa qiladim deydi. Bu iroda rost bo'lishmi va uningda ishkilnish bo'lishmi mumkin? Niyatga vafo qilish bo'lsa, irodasida rostchil bo'lish va qilgan va'dasiga vafo qilib, nafsiga saxiylik qilish qatorliqlar degandek. Chunki haqiqat va irodalar amaliy bo'lsa va nafs shahvatga g'olib kelsa, buni hech qiyinchiliksiz qilg'ili bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo mu'minlarning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabatliq bo'lib, shahid bo'lganga qadar dodillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi, ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda.
Ular Parvardigoriga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q, deydi. Alloh taolo yana boshqa bir oyatda mundaq deydi. Ularning ichidagi ba'zilar agar Alloh bizga o'z fazlidan ato qilsa, ya'ni rizqimizni keng qilsa, albatta sadiqa beratdiq, albatta yaxshilardan bo'latdiq deb Allohga ahd qildi. Allah ularga o'z fazlidan ato qilgan, ya'ni boy qilgan chaqda bixillik qilishdi. Ya'ni ahdisini buzib, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilishdan yuz o'rishdi. Ular sadiq qilamiz, yaxshilardan bo'lamiz deb Allohga bergan ahdisiga xiloflik qilganliklari, iymonini, ihsonini da'vo qilishdagi yolg'onchiliklar uchun Allohga muloqot bo'lgan kuni, ya'ni qiyomat kuniga qadar munofiqlikning dillarida yildiz tortib turishini Alloh ularning ishining oqibati qildi. 4. Amallarda rostchil bo'lish. Ya'ni kishining yushrun ishlari bilan oshkor ishlarining barobar bo'lishidir. Shundala uning xushu va uningdan boshqa oshkor amallari uning yushrun amaliga dalolat qilmaydi va yushrun amali oshkor amalning aksichi bo'lib qolmaydi. Mutarrif rahimahulloh degan bir bandaning yushrun amali bilan oshkor amali barobar bo'lsa, Alloh taolo uni bu mening haqiqiy bandam deydi. 5. Dinda rostchil bo'lish. Bu bo'lsa rostchilik darajalarining eng oliysidir. Masalan, Alloh taoladan qo'rqish, umidvorlik, zoitlik, rozi bo'lish, yaxshi ko'rish va tavakkul qilish qatorliq ishlarda rostchil bo'lganga o'xshash. Bu ishlarning prinsiplari bor bo'lib, bular namoyon bo'lganda uningga ismi qo'llanildi. Uning g'oya va haqiqatlari bo'ldi. Bu ishlarning haqiqatiga yetguchi haqiqiy rostchil kishi hisoblanadi. Bir ishni mukammal qilgan kishi rostchil deb atildi. Alloh taolo mundaq degan: sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish, Allohni suyish yuzidan xish aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni pul-mildan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, soillarga va qullarning ozodlikqa erishishiga pul-mol yordam berish, namoz o'qish, zakot berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushga bardoshlik berish yaxshi amalga kirdi. Ana shular yana yuqori sifatlarga ega kishilar, iymonida rostchil odamlardir, ana shular taqvodor odamlardir. Alloh taolo yana mundaq degan: Shubhisizki, haqiqiy mu'minlar Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, ondan iymonida shak keltirmagan, mollari bilan, jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlardir. Ana shular iymon davosida rostchillardir. Qo'rqishga doir bir misol: Alloh taologa iymon etgan har qanday banda haqiqiy qo'rqish darajasiga yetmasmi, lekin u qo'rquvchi deb ta'riflagudek darajada Alloh taolodan qo'rqadi. İnsanның sultan aldida qo'rqib sarg'ayib, bir xatolik sodir qilmoqdan azrab, titrab turadiganligini ko'rmadingmi? İnsan do'zaxdan qo'rqadigan turib, gunoh qilganda do'zaxdan qo'rqish alomati oshkor bo'lmaydigan ish bo'lamdi. Shuning uchun Amir ibn Abduqays jannatni tilguchining va do'zaxdan qochquchining uxlab qolganidan hayronman degan ekan. Bu ishlarda haqdodiga yetkazib tadqiq qilish bakmi tas. Bu maqomlarga to'liq yetmay turib, uning chekini bilgil bo'lmas. Lekin har kim o'zining ojiz yoki kuchli bo'lishiga qarata bulardan nasiba oladi. Kuchli bo'lsa rostchil deb atildi. Alloh taolo bir bandaning rostchilligini bilsa, uning yuzlandi. Bu darajalarning hammasida rostchil bo'lg'uchi kam uchraydi. Bir banda bu darajalarning ba'zida rostchil bo'lish mumkin, hammasida rostchil bo'lish eng mukammal rostchillikdir. Taat ibodatlar, dard musibatlarni yoshirish va kishilarning uni bilib qilishni xohlamaslikmi rostchillikning alomatidir. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqatishiga ruxsat qilinmaydi.